Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 2. bölüm. 1. bab. Düştün burun 2 saatler ötkenden keyin Winston bölümçeden çıkıp hacetxanaga mаңды. Uzun, yoruq koridorda oldi tarafdan bireylen heliqi qora çaşlı kız kelip atatdı. Heliqi gündeki uçurishdan 4 gün ötken edi. Yaqin kelganda o qizning bir beligining tengib esib qo'yilganligini ko'rdi. Tengiqning rangi qizning paltosi bilan o'xshash bo'lg'ashqa yiroqdan farqlantirib bo'lmaydi. Uning beligi balkim yo'g'on roman yozish mashinalarining bir yerlarida qisilib qolgan bo'lishi mumkin edi. Romanlarning vaqaligi shu yerda to'qilib chiqadi. Roman boshqarmasida bundaq hodisalar to'lib bo'lib turadi. Taxminan 4 metr chiqaganda qizchaq putlashib yuzchila dum tushdi va og'riq chidayolmay qattiq to'lab tashladi. Qaraganda uning yordar qo'li ostida qolgandek qiladi. Winston to'xtadi. Qizchaq tizlanib turdi. Uning yiqilib tushgan yuzi sarg'ayib, bugun odatdan tashqari qip-qizil bo'yalgan lavlari bilan bakla silishtirim bo'lib qolgan edi. Ko'zlari og'riq emas, qo'rqinishga o'xshab ketadigan bir nazarda Winstonga qarab ketib qolgan. Chiroyidan bo'lsa bechorlik chiqib turadi. G'alita bir xil tuyg'u Winstonning qalbini chulg'ib oldi. Uning oldida uni o'ldirmoqchi bo'lgan dushmani, shundaqla og'riq azobidagi balkim so'nggi sunuq bir inson bolasi turadi. Winstonning qadamlari allaburun ixtiyorsizla u qizga yordam qilish uchun yutkilib bo'lgan edi. Winston qizning teng'iqliq qo'lining ustiga yiqilganini bilib, xuddi o'zining qo'li og'irgandek beoram bo'lib ketdi. Og'ridimi? so'radi Winston. Hech qisi yo'q. Shu bilikim azroq og'ridi. Birdamdil yaxshi bo'lib ketadi, dedi qizchaq yuragi dupildab. Uning chiroyi totirib ketgan edi. Biror yeringiz sunib ketmagandi? Yo'q-ey, birdam og'irgandan keyin o'ngchilib qoladi, dedi-da, bo'sh qo'lini Winstonga sundi. Winstonmo uni tortib turg'izib qo'ydi. Qizchaqning yuziga qon yugurib, xilla o'ngshilib qoldi. Hech qisi yo'q, yana takrorladi qizchaq. Beg'ishim bir nimaga urilib ketgandi. Rahmat yo'ldosh. Qizchaq shundoq debla chapdas qadamlar bilan ketayotgan yo'linishiga qarab menib ketdi. Qaraganda uning rostilla hech nima bo'lmagandek qiladi. Bu tasodifiylik faqat yarim minutga yetmagan vaqt ichida oxirlashdi. His tuyg'usini chiroyiga chiqarmaslik tug'ma tabiatga aylanib ketgandek qiladi. Uning ustiga bu ish dal ekranning oldida yuz bergan edi. Shundaqdimi daqiqalik hayronlikni yo'shirish haqiqatan qiyin ish edi. Winston qizchaqni yo'lab turg'izgan shu 2-3 sekundga yetmagan vaqt ichida qizchaq Winstonning qo'liga nihoyat kichik bir narsa tutqizib ulgurgan edi. Shaksizki qizchaq aslida maqsadlik yiqilgan edi. U kichik va yopiq narsa edi. Winston hojatxonaning eshigidan kirganda uni yonchiqqa selibdi. Uni barmoqlarida silashtirib beqib, uning to'rt burchak qatlangan bir qog'oz ekanligini sezdi. U taraf qochisi oldida turg'ach, barmoqlari bilan hapilishib, uning qetini ochdi. Qog'ozda cho'qim bir uchur bor edi. Uning darholla hojatxonaning ayrimxonasiga kirib, o'qig'isi ketdi-yu, o'zini tutib oldi. Bu bakla to'tlik edi. Chunki bu yerda ekranning ko'ziga tushmaydigan yer yo'q deyishga bo'ladi. Winston bölümçisiga qaytib kirib o'tirdi. Çandırmay qog'oz partisini ustaldagi boshqa qog'ozlarning orasiga aralashtirib etdi. Ondan xotirlik ishni oldiga tortdi. 5 minut. Faqat 5 minutla taqat qilsam. Winstonning yuragi ko'krigidan chiqib ketadigandak tepichaklab ketib atadi. Tadiga bugungi xizmatlari doimliq oddiy ishlaydi. Bir qator sonlarni tuzatsa tugaydi. Qog'ozdagisi cho'qim siyosiy gap edi. Uning farzcha faqat 2 ehtimollik mavjud edi. Biri xuddi Winstonning farzdigidek qizchaqning ideya soqchisi bo'lish ehtimolligi nihoyat yuqori edi.
O ideya saqçılarının uçurni nemişqi bundaq usulda yetkizdiganligini tushunmadi. Balkim ularning o'zining o'ylagani bordi. U uçur bir tahdiddi yoki o'lib o'lish tafsilotidir yoki biror yerga chaqirgandi. Winston shuncha tirishib turibmi, texmi vahimalik mundaq bir ehtimollikni kollasidan chiqarib etmadi. Bu uçur ideya saqchilaridan emas, aksicha biror yer osti tashkilotidan kelgan boschi. Demak, qarindoshlar mavjud. Qizchaq balkim ularning a'zosi bo'lishi mumkin. Albatta, bu bakli bema'ni xiyol edi. Ammo Winstonning qo'li qog'ozga tekkandala, shunda xiyol kollasiga paydo bo'lgan. Biror 2 minutlardan keyin ondan birinchi ehtimollik kollasiga kelgan edi. Shu tapning o'zidimi uning ahli, uningga bu uchurning o'limdan derak berdiganligini eskartib tursimi, yanala bir xil noma'lum umid yuragining bir yerida yalqinjab turadi. Hatta u xotirligishga sallarni so'zlayotgan chog'dimi, ovozining titrab ketmasligi uchun xilla qiynaldi. U oldidagi putirib bo'lgan qog'ozlarni yo'gab, havo turbosiga selibdi. 8 minut o'tdi. U ko'zoynakini qayta bir o'ngishib etib, bir ulug' kichik nafas ilib oldi. Ondan texi putirib bo'lmagan qog'ozlarni oldiga tortdi. Qog'oz partisi shuning ustida edi. U qog'ozni tuzdi. Qog'ozga yo'g'on qilib sizni suyman degan xatlar qo'lida yozilgan edi. Winston qo'lidagi qo'rqinchli narsani xotira to'shkiga tashlab etishni unutib, bir necha sekund qotqandek o'tirib ketdi. U qog'ozni to'shikka tashlab garchi shunday qilishning qanchalik xatarligini bilsa-mu, u xatlar yana bormidi degandek ustidagi xatga yana bir ko'z yugurtib oldi. Endi xizmatga diqqatini yig'ish bakli qiyinga tushdi. Uni qiynab ketgani oldidagi ushshaq-tushshaq xizmatlarga diqqatini markazlashtirish emas, balki ichidagi hayojonini ekrandan yo'chirish edi. Uning ish a'zoyiga o't ketgandek bo'lib ketdi. Nayt issiq, qistan, varang-churunga to'shqan oshxonada tushlik tomoq yeyish bir azob edi. Winston tushlik tomoqda birdan bo'lsa-mu, yolg'iz o'tirishni bakli istagan bo'lsa-mu, afsus, Parsonus uning yeniga kelib o'tirdi. Uning badanidan kelayotgan sesiq tarhidi dumlangan sayning purqinimi besib tushgan edi. U yana nafrat haftasi uchun qilinayotgan tayyorliklar haqida kapildashga boshladi. U G'ojakining qog'ozda yasalgan bosh haykaliga alohida zo'qinib ketgan bo'lib, haykalning kengligi 2 metr keladi ekan. Uni Parsonusning qizi ba ishpiyonlar atirdi. Atayin nafrat haftasi uchun yasab chiqibdi. Winston bu varang-churunglar orasidan Parsonusning gapini obdaroq anglamas tehi. Shuningga tushliq pat-pat savol so'rab qo'ymas tehi. Uning ichi bakli siqilib ketdi. Winstonning ko'zi qizchaqning ko'zi bilan tuyuqsiz uchrashib qoldi. U boshqa 2 qiz bilan tomoqxonaning qarshi oyoq tarafida o'tirgan edi. Qizchaq uni ko'maganga silib o'tirdi. Winstonmi u yo'nalishga qayta qaramadi. Tushdan keyin kun texmo tas o'tdi. Tushlik tomoqdan kiribla u hammani qo'yib xizmatga kirishib ketdi. Uning nayt inchkilik va uzun vaqt talab qiladigan bir muncha narsalar kelgan edi. Ular 2 yil burunqi ishlab chiqarishga aloqador sonliq ma'lumotlar bo'lib, hammasini qaytadan tuzadigan gap edi. Bular orqali hozir chetga qilib qolgan bir nafar g'olliq ishki partiya a'zosiga jinoyat yukligili bo'ladi. Bundaq ishlarga Winstonning ipi bor edi. 2 soatlargacha davomlashgan jiddiy xizmatda u qizmi Winstonning kollasidan chiqib ketgan edi. Bu vaqt o'tib, u Winstonning ko'z oldiga yana qaytib keldi. Buning bilan Winston yolg'izlikni yana shunchalik xolab ketdi. U faqat yolg'iz qolgandalar bu ishga zehnini yig'ib o'ylana oladi. Bugun kech u faoliyat markaziga berishi lozim edi. U eg'izga tetimaydigan kechlik tomoqni hopla-shapla yeritibla faoliyat markaziga keldi. Avval qarmoqqa to'limi surilib, ammo ahmoqona bir muzokara guruhiga qatnashib etib, ondan 2 maydon tik-tak top o'ynadi.
bir necha romka archa-arqa ishgandan keyin insuk va shaxmat nomli leksiyaga yarim soat qatnashdi. U o'lgudek zerikkan edi. Ammo bugun bir qatim uningda bu markazdagi faoliyatlardan o'zini qochiradigan istak bo'lmadi. Sizni so'yman degan xatlar uningda yana yashashning umid shomini yondirgan edi. Shuning bilan u ushaq-tushaq tavakkulchiliklarni sal ahmoqonlik his qilib qoldi. U uyiga kelib, yotqili karvatiga chiqqanda soat 23 bo'lgan edi. Mushu qarong'uda u ekrandanmi ko'ngli xotirjam holda xiyol suralaydi. Ammo yanala ovoz chiqarib so'zi bo'lmaydi. Endi qizchaq bilan qandoq ko'rishish kerak? Mana bu amdiki bosh qotiradigan amaliy masala edi. Winston qizchaq biror to'zaq qurayotganmidi ya deganlarni xiyoliga akilib yurmadi. Uning undaq qilmaydiganligiga Winstonning ishonchi bor edi. Chunki u qizchaq xatni berayotgan chog'da uningdagi hayajonni his qilgan edi. Gerçi u chog'da qizchaqmi qo'rqib, jini chiqib ketayli deb qolgan bo'lsa-mu, hayajonni yoshirish yanada mumkin bo'lmagan edi. Winston uni rad qilishni asla o'ylabmi baxmadi. Texi 5 kunning oldida Winston uning kallasini tosh bilan ezib etishni o'ylab yurgan edi. Hech qisi yo'q. Hamda u muhim emas. Xuddi tush ko'rgandek. Winston uning yalang'och, yosh badanini ko'z oldiga keltirdi. U qizchaqni xuddi boshqa kishilarga o'xshash dud, kolva, kallasi yolg'onchilik va nafrat bilan to'shib ketgan. Qalbida qilchilik, rahim shafqat yo'q deb o'yladi. Ammo uningdan va uning oppoq badallaridan ayrilishni xiyoliga kelganda, birdanla bir xil talva saronglarcha hissiyot uning vujudini ishg'ol qilib oldi. Winston qizchaqning men bilan darhol ko'rishmidi deb yo'ldi bilishidan hammadan bek qo'rqib qoldi. Ammo ko'rishda amaliy qiyinchilik bek zo'r edi. U shaxmatda mat bo'lib bo'lganda, yana mengishga uringandek bir ish edi. Qaysi yo'lga mangmang, ekrandan qochib qutlanmaydingiz. Amaliyotda Winston xatni o'qiyotgandila, uning bilan ko'rishning barliq mumkin yo'llarini tasavvur qilib bo'lgan edi. Tasavvur qilib bakkan edi. Endi xuddi ustalda bir qator saymonlarni ratlayotgandek. U yo'llarni bir-birlab kallasini o'tkazishga boshladi. Shunisi aniqki, bugungidek uchrashib qilish endi takrorlanmaydi. Agar u arxiv boshqarmasida ishlagan bo'lsa, nisbatan oson bo'ladi. Winston roman boshqarmasining ishg'ollarining yo'l qurilmalarini tuzib bilmaydi. U yerga bordiganga hech bir bahonasimi yo'q edi. Agar qizchaqning qayerda turganligini bilgan bo'lsa, uyiga qaytganda kayniga tushib, ma'lum bexatarlik yerda ko'rishga amal qilib baqsa bo'ladi. Ammo bu bek xatarlik edi. Chunki undaqda ministerlikning atrofida temiz qilib yurishga to'g'ri keladi. U holda muqarrar boy qilib qoladi. Pochtadan xat avatishni bo'lsa, tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydi. Chunki tekshirilmaydigan xat yo'q edi. Amaliyotda odamlar asosan xat yetishmaydi. Navada uchur avatish zarur bo'lib qolsa, nurg'un idiom jumlalar besilgan otkirtkilar bo'lib, shuningdek so'z temasiga munosabatsizlarni sizvatsila bo'ladi. Uning ustiga Winston u qizning adresini emas, hatto ismini bilmaydi. Oxirida u eng bexatar joy tomoqxona ekan deb o'yladi. Agar ikkisi tomoqxonaning o'ttirdagi ekrandan yiroqroq, atrofini jiq odam o'rab turadigan bir ustalda faqat 30 sekundla birga o'tira olsa, bir necha ig'iz gap qilib mumkin bo'ladi. Bir hafta o'tdi. Hayot oyog'i chiqmaz tushdek davom qilmoqda edi. Ikkinchi kuni Winston tomoqxonadan ayrilishga u paydo bo'ldi. Pushtak chilinib bo'lgan edi. Qaraganda qizchaq semini almashtirdigandek qiladi. Ismini almashgandek qiladi. Ular bir-biriga qarashib, sanmay o'tishib ketdi. Atsi u tomoqxonaga odatdagi vaqt paydo bo'ldi. Ammo u boshqa 3 qiz bilan birga edi. Uning ustiga dal ekranning ostida o'tirgan edi. Ondan yana uda 3 kun paydo bo'lmadi. Winstonning butun badani, qalbi
Goya sezimchanlığı ziyoda ishib ketgandek, ajoyib beoromlik ichida qiynalib. Uning har bir harakati, anglagan, so'zlagan har bir so'zi, boshqalar bilan har qitimliq ko'rishishi uningga azobdan boshqa narsa emas edi. U xuddi hech nimani yo'chiranmayotgandek qiladi. Hatto uxlagandimi, Winstonning kalasida qizchoqning rasmi laylab yuradi. Bu kunlarda u xotirasini qo'liga epmi baxmadi. U hozir faqat xizmatdala ozroq yengillik his qila oladi. Hech bo'lmasa, oldirash xizmat ichida. U 10 minut atrofida bo'lsa-mu, o'zini unutiy oladi. Winston qizchoqqa nima bo'lganligi to'g'riliq hech nima bilmaydi. Surishtirma qilolmaydi. Balkim u parga o'ynab ketgandi. Balkim o'lib olgandi. Ya bo'lmasa, xizmati okeaniyaning yana bir tarafiga yo'tkalgandi. Ammo eng asobliq, shundaqla ehtimollik eng yuqorisi shuki, balkim u qarordan yoltib qolgan bo'lishi mumkin edi. Keyingi kuni u paydo bo'ldi. U bu qitim qo'lini esib olmagan, faqat beg'ishig'ila plaster choplab olgan edi. U shunchalik xush bo'lib ketdiki, o'zini tutolmay qizchoqqa bir necha sekund tikilib o'tirib qoldi. Ertasi uningga obdalla fursat kelgan edi. U tamoqxonaga kirganda qizchoq allburun tomdan yiroqroq bir ustalda o'tirib bo'lgan edi. Tomdan yiroqroq bir ustalda o'tirib bo'lgan ekan. Bu chog' xeli botir bo'lib, odammi bak ko'p emas edi. O'chrat asta yo'tkilib o'tadi. Winston amdi Pukayga yaqinlashganda, oldidagi odam shakar javhari tabletini ololmay gap talishib, yana 2 minut vaqtini oldi. Winston tamoqini ilib, qizchoq tarafga qadam olganda, u texicha yolg'iz o'tirgan edi. Winston bemalol qizchoq tarafga qarab mang'ash, uning ustining yonlaridagi bo'sh o'rinlarga ko'z yugurtdi. 3 metrlik qolganda keyindan bir ovoz "Simiz!" deb chaqirib qoldi. Winston anglamog'iga silib mengayverdi. "Simiz!" Ovoz yana anglandi. Mengayverganning foydasi bo'lmadi. U keyniga burildi. Chaqirg'ini Velishir edi. Seriq chochliq, chiroyi totrango ko'rindigan bu yigitni Winston tuzukmi tonimaydi. Velishir Winstonni yendiki bo'sh o'ringa taklif qilib atadi. Rad qilish xatarlik edi. Uning ismini bilib chaqirgan yerda, uning kori bo'lmasdan boshqa yolg'iz bir qizning qishig'i berib o'tirish diqqatni qo'zg'ab qo'yadi. Winston kulimsirab, u ko'rsatgan yerda o'tirdi. Bu totrango yuzmi Winstonga qarab kulimsirdi. Winston xiyolida uning kalisining qaq o'tirsiga jo'to bilan birini soldi. Bir necha minutga qolmayla qizchoqning ustini to'shib ketdi. Qizchoqmi Winstonning uninga qarab kelganini ko'rgan edi. U mu tushungandi balkim. Winston atsi bodroq keldi. Deganda qizchoq yanala tunugunkidek o'rinda yolg'iz o'tiradi. Winstonning oldidagisi vejik, qo'ng'izga o'xshaydigan, harakatlari chaqqan, yapaloq yuz, ko'zlari kichik, hammaga gumon nazarda qarab yuradigan odam edi. Winston tamoqini ilib burilganda, u odamning qizchoqning ustiga qarab mengayotganligini ko'rdi. Uning umidi yana suvga chilashdi. Yiroqroq yerda yana bir bo'sh o'rin bor edi. Ammo bu odamning mengishidan qaraganda, zodi odam Osiyada o'tirmasa, rohat his qilmaydigandek ko'rinadi. Winstonning yuragi muzdek bo'lib ketdi va u odamning keynidan mangdi. Qizchoq bilan yolg'iz o'tiramasa, bir ustalda o'tirganning foydasi yo'q edi. Winston tuyuqsiz u odamga qattiq so'qilib ketdi. U odam dumli tushdi. Qo'lidagi taxsi yiroqqa uchib ketdi. Qahva sho'rpasimi to'kilib ketdi. U o'rnidan turib, qasdan qilding devatgandek Winstonga sat olaydi. Hech qisi yo'q. Winston qizchoqning ustida o'tirdi. Uning yuragi qipidan chiqib ketayli deb qolgan edi. Winston uningga qaramadi. U tamoqini oldiga tortib yeyishga boshladi. Boshqalar kelishdan burun gap qililishi kerak edi. Ammo shu topda Winstonni bir tasvirligisiz qo'rqinish chulg'ib oldi. Ko'rishgandan hozirgacha bir hafta o'tgan edi. Qizchoq yoltib olgan bo'lishi mumkin edi. To'g'ri, u cho'qim yoltib oldi. Bu ishning o'ngishli bo'lishi mumkin emas edi.
Reallıqda mundaq bir ishning vujudga chiqishini tasavvurga sig'dirg'ili bo'lmaydi. Agar Winston yiliqi quliqini tuk qoplab ketgan shoir Ampleforestning bo'sh o'rin izlab yurganini ko'rmagan bo'lsa, gap qilishdan yaltaygan bo'ladi. Ampleforest yana ozroqla ko'z yugursa, Winstonni ko'ratida cho'qim uning qishiga kelib o'tiradi. Gap qilishga faqat 1 minutli vaqt bor edi. Winston va qizchaq ikkilisi tamoqni yeyishdi. Ular yavatgan narsa suyuq say sho'rpisi va oq burchaq edi. Winston shivirlab gapini boshladi. Har ikkilisi peshini ko'tarmadi. Ikkilisi qo'shiqda say sho'rpisini ig'izga selib atadi. Shu asnoda ular bir necha ig'iz zarur gaplarni qilishib oldi. Saat nechida ishdan tushalaysiz? Saat nechida ishdan tushsiz? 18:20da. Qayerda ko'rishalaymiz? Xotirmonatning qishidagi zafar maydonida. U yerda ekran bak ko'p. Chataq yo'q, odamlar bak jiq. Signal. Meni bir to'p kishilarning orasida ko'migicha yaqinlashmang. Menga qarmang. Faqat menga yaqin yerda turing. Soat nechida? 19da. Bo'ladi. Ampleforest Winstonni ko'may boshqa bir yerda o'tirgan edi. Ular qaytib paranglashmadi. Ikkilan hozir bir ustalda bir-biriga qarashib o'tiralaydi. Ammo ular beshini ko'tarmadi. Qizchaq tamoqini tezlik yeb bo'lib, bu yerdan ayrildi. Winston sigaretini chiqarib tutashtirdi. Winston deyishgan vaqtdan bodur zafar maydoniga kelib bo'lgan edi. U maydondagi g'oyat zo'r tashviqot to'rikining ostida cho'gilab yurdi. To'rikning cho'qqisida G'o'jakining haykali g'arbiy janub tarafdagi osmonga qarab turadi. Birinchi havo rayonidagi bir qatimliq urushda G'o'ja aka Yevro Osiyoning aeroplanlarini bir necha yil burun Sharqiy Osiyo aeroplanlari edi. Pochaqlagan edi. Maydonning oldidagi ko'chaga Oliver Cromwell ismli biraylarning otga mingan haykali o'rnatilgan edi. 5 minut o'tib ketdi. Winstonni yana qo'rqinish chulg'ib oldi. U kelmaydi. U buda cho'qim yaltaydi. Winston maydonning shimol tarafiga o'tdi. U Saint Martin cherkovini ko'rdi. Qalbini kichkina xushallik qopladi. Uning qo'ng'iroqlari bor vaqtida "Sen menga o'sh farsing qarzdor" deb jaranglaydi. Shundala Winston qizchaqning xotirmonatning ostida turganligini ko'rdi. U yumaloq to'rikka oylandirib choplangan tashviqot rasmlarini ko'rayotgandek turgan edi. Ko'prak odam yig'ilmoqcha qizchaqning yeniga berish xatarlik edi. Bu yerdagi 3 burchak tomlarning hammasida ekran bor edi. Shu asnoda nurg'un kishilarning to'lashgan ovozlari orqadanla bir muncha ig'ir tipdagi mashinalarning o'tayotgan ovozi anglandi. Ushtumtut kishilarning hammasi maydondan yugurib o'tishga boshladi. Qizchaqmi xotir munarning tegidagi shir haykalini aylanib o'tibla yugurayotganlar qo'shilib ketdi. Winstonmi darhol agashdi. U yugurayotganda kishilarning vaqirashqanlaridan Yevro Osiyo mahbuslarini bosgan bir muncha mashinalarning o'tayotganligini bildi. Top bo'lib qisilishib kelgan kishilar maydonning janub tarafini to'sib olgan edi. Winston odatda mushundaq odam to'plarining sirtidiroq turib oladi. Ammo bugun jon jahli bilan qistilib, to'pning o'tirsiga qarab siljidi. Birdamdala u qizchaqqa yaqinlashdi. Qo'lini sunsila yetadi. Ammo ikkisini o'xshashli yo'g'on, bastik bir er va bir ayol purultar to'sib olgan edi. Qaraganda xotini bo'lishi kerak. Bu ikkilan xuddi o'tkil bo'lmaydigan go'sht tamdak turgan edi. Winston yonga azroq yo'tkilib, mo'risini ikkilanning orasiga kuchab sig'dirdi. Ikkilanning semiz yonboshlari orasida Winstonning ish a'zolari xuddi ezilib ketgandek og'rib, ming baloliqda o'tib oldi. O'tib bo'g'icha tarlab, chiliq bo'lib ketdi. U endi qizchaqning yendil edi. Mo'rlari tegishib turadi. Ular oldi tarafga qarashib turadi.
Uzun qatarlashgan kuzupluq mashinalar asta mengvatadi. Kuzupning 4 burjigida avtomat tutib olgan. Muzchiray muhofizatchilar tik turadi. Kuzupda jul-jul bo'lib ketgan, yeşil ranglik forma kiyib olgan mo'ng'ulchiray mahbuslar bir-biriga qisilishib, tizilib o'tirishgan edi. Ularning chiroyidan hech qanday narsaga qiziqsinish alomatlarini ko'rgili bo'lmaydi. Mashina har bir silkinganda to'mirning g'ijirlagan ovozi anglanadi. Hammasining putida ishkal bor edi. Nurg'un mashina o'tdi. Winston mahbuslarning mashina kozupida ekanligini biladi. Ammo faqat pat-patli qarab qo'yadi. Ikkilan mo'rdirdan jaynaklargacha ching tegishib turishgan edi. Ularning manziri tegishib qolay degan bo'lib, bir-birining haroratini his qila oladi. Qizchaq yana oshxondagidek tashabbuskorlik bilan ifodasiz bir ovozda shivirladi. Uning lavlari bilinar-bilinmas midirlagan bo'lib, atrofdagi varang-churungda uning ovozini farqlantirish bakli tas edi. Ovozimni anglay oldingizmi? Ha. Yakshanba tushdan keyin bekor bo'la olamsiz? Ha. Amsa, obdan esingizda tutib oling. Paddington bekitiga borsiz. Qizchaqning harbiylarga xos inchikiligi uni hayron qoldirdi. U Winstonga mangdigan yo'lni tafsili aytib berdi. Poyezdda 20 soat mang'andan keyin tushsiz. Ondan bekatdan chiqib, solga burilib 2 kilometr mangsiz. Ustidagi limi yo'q bir darvozadan o'tisiz. Etizlikdan kesib o'tadigan bir yo'lga kirsiz. Ondan o't-cho'p o'sib ketgan bir yo'l bor. Ondan bir chatqallarning orasidagi cheg'ir yo'lga kirsiz. Ondan qurib muh besib ketgan bir daraxtning qichida tursangiz bo'ladi. U xuddi xarid qo'lida bo'dakla aytib berdi. Esingizda tutib oldingizmi? Ha. Yana bir deb beray. Avval solga, ondan o'ngga, yana solga, ondan limi yo'q darvozadan o'tisiz. Bildim, soat nechida? 15 atrofida. Sal saqlab ketishingiz mumkin. Men boshqa yo'l bilan borman. Aniq esingizda tutib oldingizmi? Ha. Ondaqda mendan tez yiroqlashing. Qizchaqning Winstonga buni deyishning hojati yo'q edi. Ammo ular bu chaqda bu topning orasidan chiqib ketamedi. Mashina texchi o'tib o'tadi. Mahbuslar yanala avvalqidek o'likdek qarishib turadi. Boshda bu yoqdan isqirtgan, to'g'digan ovozlar anglangan edi. Bu faqat kishilarning orasidagi partiya a'zolarining ishi edi. Ammo ular tezla to'xtab qoldi. Hammaylanda bir xil hayronlik, qiziqish bor edi. Ularga nisbatan Yevro Osiyolik yoki Sharqiy Osiyolik chet elliklar notunish hayvonga o'xshaydi. Amaliyotda okeaniyaliklar bularni faqat mahbus holatida ko'rib boqqan. Ko'di deganlarmi faqatla hozirgidek bir necha minutlar ko'rgan edi. Ularning orasidagi Ossondagi urush jinoyatchilari sifatida oshkora dorga esildiganlardan boshqalariga nemish bo'lganligini hech kim bilmaydi. Boshqalari faqat yo'qolib ketadi. Balkim emgak lagerlarda bo'lishi mumkin. Endi Mo'ng'ul chiroy emas, Yevro irqidagilar kelishga boshladi. Ularning usti-beshi maynat, soqollari o'sib ketgan, intayin horg'in ko'rinadi. Ularning nigohi uruqlab bo'rtib chiqqan mangiz sungaklarining ustidan o'tib, turib Winstonninki bilan uchrashib qoladi. Ularning qarshidan ba'zida bir xil jiddiylikni ko'rgili bo'ladi-yu, yana chaqmoqdaklar yo'qolib ketadi. Mashina konvoyi oxiri shay dedi. Eng oxirgi mashinaning ko'zbida bir qeri bovay ko'rindi. Bovayning o'sib changalishib ketgan ko'michrang chochlari yuzini to'sib olgan edi. U qo'llarini oldiga qo'shtirib olgan bo'lib, xuddi bog'lab etilgandek ko'rinadi. Ikkisining ayriladigan vaqti bo'lib qoldi. Eng oxirida qistongchilik ularni bir yak akilib qo'ydi. Qizchaqning qo'li Winstonninkini chingida birini siqib qo'ydi. Balkim 10 sekundmi o'tmaganda, ammo ularga nihoyat uzun qo'l tutishib turgandek bilindi.
Winston uning qo'llarining hamma yerini aniq bilib olmoqchi bo'lgandek, qizchaqning barmoqlarini, chiroyli yasalgan tirnoqlarini ish qilib, biriklashib ketgan olqalarini, beg'ishining yendiki yumron go'shtlarini silashtirib ketdi. Gerçi qo'li bilan silgan bo'lsa-mu, xuddi ko'zi bilan ko'rgandek bo'ldi. Shu chaqning o'zida u qizchaqning ko'zining qanday rangda ekanligini bilmaydiganligini esiga oldi. Balkim qo'ng'ir bo'lishi mumkin. Ammo qora sochli qizlar odatda ko'k ko'z keladi. Beshini burab qizchaqning ko'ziga qarash shu tapning o'zida intayin hamoqatlik edi. Ular qo'llarini ching tutishib, odamlar to'pining ichida oldi tarafdan ko'zni uzmay qarashib turdi. Winston umid qilayotgan qizning ko'zlari o'rnida bir mahbusning qo'yg'uliq ko'zlari sanglab tushgan sochlari orasidan Winstonga tikilib turardi.